Yo, barchalarga assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Minecraftni bugun videolarimiz sizlar bilan maktab deymana qishloq hayotida yashab qolamiz. Qanday bo'lsam biz videolarimizni boshladik. Birinchi navbatda biz o'zimizni narsalarimizni olib agrotimizga qarashimiz kerak. Poliz ekinlari shunaqalar degandek yapamiz. Jitellar qayda desanglar, jitellar shaharga ketishdi. Obunachilar videomizga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Tez yoshlar olamiz. Keyin so'ngra tez ekib chiqamiz. Ko'p vaqt oladi shekilli. Mana obunachilar ekib olib chiqib bo'ldik. Endi bularni hammasini nega qo'yib turamiz? Mer kelgandan keyin merga topshiramiz. Endi nima qilaman? Rushdek ko'chani aylanaman. Beyda yana bitta uy, beyda ombor, beyda nimalar, uchalar. Sizlarga qishlog'im bilan tanishtirib chiqay. Hamma bilgan katta kun. Ben oradan diye kiremez. Ses yok. Eğer çuvallar videomuz yoksa videoya like basıp koyuyorlar. Давайте bulardık yapmışlar. Gösterip çıkarmış. Let's go. Yorum obunachilar bulardan gösterip chiqib oldik. Obunachilar videomizni ko'rdinglar, videomiz yoqqan bo'lsa videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Agar sizlar ham men o'ynab turgan Minecraft versiyasini hamda mana shu Minecraftga mana shu 13-qishloq kerak bo'lsa izohlarga yozib qoldiring, hamda men sizlarga jo'nataman. Obuna bo'lishni unutmang.